Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan birinchi video olishga qaror qildim. Bugun 2025-yil bahor oyining ilk kuni, 1-mart. Shuning bilan birga Ramazon oyining ilk kuni hisoblanadi. Albatta bu videoimni ishlagandan so'ng sizning qo'llab-quvvatlashingizni juda ham istab qolgan bo'lardim. Va bu keyingi videolarimiz chiqishida men uchun ham motivatsiya bo'ladi degan umiddaman. Bugun sizlar bilan ko'z yuzasida uchraydigan xavfsiz o'simta haqida gaplashamiz. Buni xalq tilida ko'z yuzasida go'sht o'sishi, et o'sishi yoki parda qoplashi nomi bilan ataladigan pterygium haqida gaplashamiz. Pterygium o'zi nima? Pterygium so'zi qanot degan ma'noni anglatadi. Ya'ni bu so'zni ma'nosi shu kasallikni shakli bilan bog'liq. Bu kasallikda ko'zning yuzasida, ya'ni ko'zning oq qismida burun tarafdan yoki bo'lmasa tashqari qismdan o'suvchi uchburchak shakldagi yassi o'simtaga aytiladi. Bu o'simta asosan ichkari tarafdan o'sadi, lekin ba'zi holatlarda tashqari tarafdan ham o'sishi mumkin. Juda ham kamdan kam holatlarda ikki tomondan ham o'sish holatlari kuzatiladi. Bu o'simta qachon yuzaga keladi va qaysi holatlarda uchrashi mumkin? Pterygium kasalligining uchrashi asosan iqlim o'zgaruvchanligi bilan bog'liq. Birinchisi bu ekvatorda. Ekvator mintaqasida bilamizki, yuqori quyosh nurlanishi vujudga keladi. Ultrabinafsha nurlarining zararli ta'siri natijasida pterygium kasalligining yuzaga kelish xavfi katta bo'ladi. Ikkinchisi iqlim o'zgaruvchan bo'lgan sharoitda. Ya'ni bu o'zimizning O'zbekiston sharoiti yozi juda ham issiq, qishi esa juda sovuq bo'lgan iqlim va bu iqlimda haroratni keskin o'zgarishi ham bu kasallikni qo'zg'atuvchi faktor hisoblanadi. Uchinchisi bu shamol va changli muhitlarda bo'lishi mumkin. Bu cho'llarda yoki tog'li iqlimlarda bo'lishi mumkin. Bu bizning O'zbekistonda ko'p uchraydigan hodisa bo'lib, O'zbekistonning tog'li hududlarida ham, cho'l zonalarida, sho'rxak yerlarda ham shamol kuzatilishi va shamol bilan birga chang to'zon bo'lishi natijasida ham bu kasallikni kelib chiqishi foizi ortadi. Uchinchisi bu atmosferadagi turli zararli kimyoviy moddalarni ko'zga ta'siri natijasida ham bu kasallikni rivojlanishi ortadi. Bu turli xil zavod fabrikalardan ajratilayotgan zaharli gazlar, moddalar yomg'ir yog'ishi natijasida ko'zga tushishi, havoda tarqalishi, ba'zi bir hududlarda kislotali yomg'irlar yog'ishi mumkin. Xabaringiz bor, bu ham bu kasallikning rivojlanishiga bir sababchi bo'lishi mumkin. Aynan shamol va changda yuruvchi, cho'llarda, tog'larda yuruvchi cho'ponlarda ayniqsa pterygium kasalligi ko'p uchraydi. Beshinchisi bu ko'zda quruqlik sindromi. Bu haqida siz bilan keyingi videolarda yana gaplashamiz. Pterygium o'zi nima sababdan kelib chiqadi? Uchrashini aytib o'tdik. Issiq iqlimlarda, shamol va changli iqlimlarda, harorat juda ham o'zgaruvchan bo'lgan hududlarda bu kasallikni uchrash foizi ko'p. To'g'ri, bu kasallik bunaqa hodisalar ko'p uchramaydigan joydagi insonlarda ham uchrashi mumkin. Bu kasallikni kelib chiqish sababi aslida shu qo'zg'atuvchi faktorlarga nisbatan ko'zning himoyaviy reaksiyasi hisoblanadi. Pterygium kasalligi haqida gapirishdan oldin ko'zning qismlarini bir qator ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu ko'zning oq qismi, hammamizga ko'rinib turadigan oqsil pardasi. Buni otini sklera deb aytamiz. Bu qora dumaloq shakldagi qism bo'lsa, qorachiq deb ataladi. Qorachiq.
qorachiq atrofidagi turli xil turli xil rangda bo'luvchi dumaloq shakldagi qism bo'lsa rangdor parda deb aytiladi. Bu yevropoidlarda ko'kish, yashil, to'q ko'k ranglarda bo'lishi mumkin. O'zimizning millatga ham mansub. Bizda ko'proq o'zbeklarda yoki turkiy xalqlarda jigarrang, to'q jigarrang yoki qora rangda bo'lishi mumkin. Bu qismni biz rangi har xil bo'ladi, shuning uchun ham rangdor parda deb aytamiz. Endi rangdor parda va qorachiq bu ko'zni ichida joylashgan struktura. Ko'zni tashqi tomonida shoh parda deb ataluvchi tiniq shishasimon strukturaga ega bo'lgan ko'z qismi mavjud. Buni rasmda hozir chizib ko'rsata olmayman, lekin uni proyeksiyasi rangdor parda proyeksiyasiga to'g'ri kelgani uchun shu qismga yana yozib qo'yaman, qora rangda yozib qo'yaman. Shoh parda. Ya'ni shoh parda ham dumaloq shaklda bo'lib, rangdor pardani oldida ko'zni eng yuza qismida joylashgan. Pterygium kasalligida qanaqa jarayon vujudga keladi? Sklerani yuzasidan juda ham ingichka joylashgan, och pushti rangda bo'lgan, oddiy odamga oddiy ko'z bilan qaraganda sezilmaydi, lekin mikroskop ostida baho berish mumkin bo'lgan yuqa parda mavjud. Bu pardani konyuktiva deb atamiz. U sklerani ustidan qoplab turadi. Sklerani ustidan qoplab turuvchi konyuktivani boya aytganimizdagi uchrash sabablari, ya'ni yuqori insolyatsiya, ultrabinafsha nurlarini ko'p bo'lish natijasida, chang to'zonlar ko'p bo'ladigan joylarda yoki ko'zda quruqlik sindromi vujudga kelishi natijasida aynan konyuktivani shoh pardadan himoya qilish uchun ko'zni himoya reaksiyasi hisoblanadi va aynan quyosh nurlarini ta'sirida yoki boshqa bir kimyoviy zararli moddalar ta'sirida shu konyuktivani hujayralarini ichida molekulyar darajada biokimyoviy o'zgarishlar vujudga kelib, shu hujayralarni degeneratsiyasiga olib keladi. Ya'ni bu hujayralar o'zini funksiyasini yoki yo'qotadi yoki susaytirishi natijasida aynan konyuktivani noto'g'ri o'sgan, noto'g'ri ko'paygan hujayralar natijasida fibrovaskulyar to'qima konyuktiva bilan birga o'sib boradi. Agar bu yerda burun bor deb aytadigan bo'lsak, ichki tarafdan ko'proq o'sgan uchun ko'rsatyapman. Shoh pardaga qarab o'sib boradi. Bu darajasiga qarab farq qiladi. Aynan shu sohada shoh pardaga yaqinlashgan sohada chetgacha o'sib kelgan bo'lsa, bu hali boshlang'ich qismi hisoblanadi. Keyingi darajalarda bu pterygium o'sib borib, o'zida turli xil belgilarni namoyon qiladi. Pterygiumning qanday belgilari mavjud? Pterygium dastlabki bosqichda kosmetik defekt hisoblanadi. Ya'ni ko'zdan o'sgan bu o'simta tashqi tomondan qaraganda, ya'ni bemor o'ziga qaraganda xunuk ko'rinishi, unga shu yoqmasligi mumkin. Bu birinchi belgisi hisoblanadigan bo'lsa, keyinchalik pterygium progressivlanish yoki boshqacha qilib aytadigan bo'lsa, o'sish xususiyatiga ega. Ya'ni ko'z bo'ladigan bo'lsa, o'sgan sari uni belgilari ortib boradi. Boya aytganimdek, asosan burun tomondan o'sadi. Dastlab mana bu shoh pardagacha o'sib, keyinchalik shoh pardadan ham o'tish xususiyatiga ega. Hattoki qorachiqqacha yetib borishi, qorachiqqa o'rtasiga, markazigacha borishi, hattoki butunlay qoplab olish xususiyatiga ega. Dastlabki bosqichlarda kosmetik defekt bo'ladigan bo'lsa, o'sgan sari o'zini simptomlarini yuzaga chiqaradi. Bu nima bo'lishi mumkin? Bu qadalish, qichishish, qizarish,
Bu har doim ham bu belgilar kuzatilmaydi. Qachonki pitiregiumda yallig'lanish vujudga keladigan bo'lsa, bu belgilar juda ham kuchayib ketishi mumkin va bemorlar kosmetik defektdan ham ko'ra ko'proq qichishyapti, qadalyapti degan murojaatlar bilan kelishadi. Va bu holatda agar pitiregium aynan ko'rish o'qiga, ya'ni qora chiqqacha yetmagan bo'lsa va ularni bu faqat shu narsa bezovta qilayotgan bo'lsa, ularda kosmetik jihatdan noqulaylik tug'dirmayotgan bo'lsa, turli xil namlantiruvchi, yallig'lanishga qarshi preparatlarni berib davolashimiz mumkin bo'ladi. Lekin bu holatda pitiregiumni hech qanaqa yo'qotib borish imkoni yo'q. Faqatgina shu belgilarni yo'qotish uchun ko'z tomchilari buyuramiz. Keyingi belgilari ko'z yoshlanishi. Bu nimaga yuzaga keladi? Pitiregium o'sgani sari u juda ham qalin, uni ostida fibrovaskular to'qima ko'z yuzasidan ko'tarilib turadi. Va bu ko'tarilgani natijasida ko'z yoshni bir tekis taqsimlanmasligi natijasida ko'zda yoshlanishlar vujudga kelishi mumkin. Xuddiki ko'zim qurib ketyapti deydi. Ya'ni ko'z yoshi bir xil tarqalib, uni namlantirib turmagandan keyin bir qismi quruqroq bo'lishi mumkin, qaysidir qismidan ko'proq yoshlanayotgan bo'lishi mumkin va bu belgi yuzaga chiqadi. Endi boya aytib o'tganimizdek, pitiregium qora chiqqacha yetib borishi, qora chiqdan hattoki o'tib ketishi yoki bo'lmasam qora chiqqa yetishiga ozgina qolgan holatlarda ko'zda ko'rish o'tkirligiga ta'sir qiluvchi jarayonlar vujudga keladi. Birinchidan bu astigmatizm rivojlanishiga olib keladi. Ikkinchidan ya'ni chiroqqa yoki kechasi yurgandagi yoniq bo'lgan chiroqlarga qaraganda erta biliklar ko'rishda o'zgarishlar vujudga kela boshlaydi. Aynan ko'ruv optik qismga yetganda o'tkirligini pasayishiga ham olib kelishi mumkin. Va bu holatlarda, ya'ni aynan ko'rish o'tkirligiga ta'sir qilgan holatlarda, astigmatizm vujudga kelganlarda hamda kosmetik jihatdan o'sha odamni noqulaylik tug'dirayotgan paytda pitiregiumni radikal usulda olib tashlanadi, ya'ni bu jarrohlik usulida olib tashlanadi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Keyingi videolarimizda pitiregium haqida yanada to'liq ma'lumot olish, uni davosi qanaqa, yana qanaqa kasalliklar bilan diagnostika qilsak bo'ladi, ya'ni bu pitiregiummi yoki boshqa bir kasallik, qaysi holatlarda shifokorga murojaat qilish kerak, qaysi holatlarda uy sharoitida ham davolash ishlarini olib borish mumkin va bu savollarga javob olishni xohlasangiz, sizni qiziqtiradigan bo'lsa yoki shunchaki o'zingizni tibbiyot sohasiga qiziqishingiz bo'ladigan bo'lsa, albatta kanalimni kuzatib boring. Siz uchun Instagram hamda Telegramda ham o'zimning kanalim mavjud. Agar shaxsiy murojaatlaringiz bo'ladigan bo'lsa, ofisning raqamimga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Soat 9 dan 4 gacha, dushanbadan shanbagacha murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarda ham ko'rishib qolguncha xayr, salomat bo'ling.